Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontrolligiga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixik savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Assalamu alaykum. Bugün bizning o'tadigan darsimiz besim to'g'riliq. Ham nurg'a odamlar hozir jamiyatda besim to'g'riliq gap qildi. Masalan, iqtisodiy besim, ijtimoiy besim, bolalarning besimi, xizmat besim degandek nurg'un besimlar. Amaliyotda besimning shakllanishida qandaq bir xil omillar mavjud degan vaqtda besimning shakllanishida asosligi u sirtqi muhitning yoki sirtqi yuz bergan ish voqealardan ko'proq kelmasdan balki odamning o'zining besimiga qarshi tura oladigan psixik salohiyat chemberining to'liq yetilmaganligi uchun odatda kishilar besim his qildi. Undasi psixik salohiyat chemberi degan nima desa, bir odamning bundoq aytgan vaqtda kimligi. Kimligi degan nima desa, u odamning nimani yaxshi ko'radigan, nimani yaxshi ko'rmaydigan to'liq tushunchasi hisoblanadi. Nurg'a odamlar odatda turmushda o'zining nimani yaxshi ko'radigan, nimani yaxshi ko'rmaydiganligini bilmaydi. Bundaq ahvolda qanday ish yuz berdi degan vaqtda uning sirtqi atrofidagi kishilarning, ya'ni ko'p qism kishilarning yaxshi ko'radigan yoki ko'p qism kishilar qilgan ishlar uning nisbatan cho'qim zurriyatdek ashni yaxshi ko'rdigandek tuyulib ketadi. Ko'p qism kishilar qilmagan ishlar desa, u uni his bo'lmaydigandek bir xil, u yaxshi ko'rmaydigandek tuyg'u hosil bo'ldi. Bu xil holatda kishilar nim psixikasi paydo bo'ldisa, agish psixikasi. Agish psixikasi nimalarni paydo qildi degan vaqtda, masalan, ba'zida balkim atrofdagi kishilar qilgan narsaga yetarlik mablag' yoki yetarlik sharoit hozirlab uning agishi olishi mumkin. Biroq ba'zilar shu deganda buning agishamaydi yoki uning yetishamaydi. Bundaq vaqtda kishilar nima bo'ldi deganda besimist qildi. Unda biz ma rasmni ko'rib boqaylik. Masalan, 10 odam bor deylik. Bu 10 odam asli bir tekshi, bularning mayli iqtisodiy sharoiti bo'lsin yoki bularning ijtimoiy o'rni bo'lsin tekshiydi. Tuyuqsiz bu 10 son asli tushgan vaqtda nimaga aylandi degan vaqtda 3 odam buning ichida qalpoqqa erishdi. Ammo 7 odam qalpoq bormi degan 7 odam qalpoq yo'q. Bu vaqt qandaq bir hissiyot psixikasida yoki qandaq bir hissiyot o'zgarish paydo bo'ldi deganda, ma 3 qalpoq kelgan odamda balkim bir xil sal huzur tuyg'usi paydo bo'lishi mumkin. Ammo 7 odamda psixik buzilish hosil. Chunki bu yerda qalpoq yo'q kishi 7 bo'lib qalpoq odam 3 odam.
Ondaş etgan vaqtda bu yerda ijtimoiy normani, ijtimoiy o'lchamni yaratayotgan uch qalpoqliq odammi degan undaq emas. Yanılam qalpoq yo'q 7 odam, yanılar ijtimoiy o'lchamni yaratib chiqaraverdi. Shu bu xil chambar ichida bu 7 odam yanılar normal holatda mengaverdi. Ammo bu taraqqiy qilib qalpoq kelganlar 7 odamga aylanib, qalpoqsizlar 3 odam bo'lib qolganda cho degan vaqtda bularda qizirish, ya'ni besim shakllanishga boshlaydi. Chunki bu vaqtda 7 qalpoq kelgan odam ijtimoiy o'lchamda ikitib qo'ydi. Ya'ni normal odamlar qatori kirib ketdi. 3 odam chulsa, bularning ko'z qarashida normalsiz bo'lib ketdi. Nimishqa deganda bu 3 odamda qalpoq bo'lmaganlik uchun. Demak, bundaq sharoit ostida 3 odamda tabiiylab besim shakllandi. Ammo bu besim shakllangan bilan bu 3 odamda tangli qalpoq bo'lmagan uchun yanıla bir-birisiga nisbatan tasalli ehtiyoji yoki tasalli munosabati bilan bularni yanılam zo'r besim ish qiladi, ammo psixik binormallik paydo bo'lmasligi mumkin. Ammo asla qarsak, bu qatim 9 odamda qalpoq, ya'ni o'xshashlashgan, faqat bir odamda qalpoq yo'q. Bu vaqt qanday yuz berdi bo'lsa, buning besimi asosiyatdan chekiga yetadi yoki portlash shaklida buningda binormallik paydo bo'lishi mumkin. Psixikadan chatoq chiqishi mumkin. Nima ish qilsa bu mayda 9 odamga o'xshayanmaganlik uchun. Demak, nurg'a odamlarda bulayotgan bu xil psixik besim yoki psixik binormallik nimadan kelib chiqadi desa, boshqalarga o'xshamaganlik uchun psixik besim kelib chiqadi. Masalan, bu yerda hammaning bir qulqi bor deb faraz qilsak, men tuyuqsiz sahnaga chiqib dars o'tayotgan vaqtimda men ikki qulqim bor, sizlar chuqur ish og'ritishi mumkin. Yosh turib miypilab qoldi. Nima ish qiladigan vaqtda? Chunki bu yerda hammaning bir qulqi bor, mening ikki qulqim bo'lganligi uchun. Bu yerda meni qanday hissiyat o'zgarish bo'ldi desa, men o'zimni binormal ish qilishim mumkin. Yani bir quloq odam emas, ikki quloqli odam binormal ish qilishi mumkin. Nima ish qilsa? Chunki bu sinfda, ya'ni bir quloqning o'zi ijtimoiy o'lchamlik normani yaratib qo'ygan bo'ldi. Shunga nurg'a odamlarda bu xil nimani o'zining yaxshi ko'radiganligi, nimaning asl normal ekanligini bilmagan vaqtda, nimaga asoslanadi degan vaqtda ko'p qism kishilar agashgan, ya ko'p qism odamlar shug'ullangan, ya ko'p qism odamlar kelgan narsalarga nisbatan bular ehtiyoj paydo. Agar bular bu ehtiyojni qondiramiz, nima paydo bo'lsa, besim shakllanib qolgan. Ondan boshqa hozir yoshlarimizda masalan, yoshlarimiz orasida modulayotgan bir besim bor. Bu nima besim? iPhone besimi hamda. Unda esa iPhone besimi qanday kelgan? Masalan, bu iPhone degan narsa mavjud bo'lmasda, hech kimning qallasida iPhone ehtiyoji yo'q. iPhone degan bir besim yo'q. Ammo ana vaqtida hech kimda undaq besim shakllanmagan. Ammo bu 3 odam olgan vaqtda, ya'ni tunji qatim iPhone chiqqan vaqtimi, kishilarning besim shakllanmagan, havas shakllangan faqat. Ammo iPhone ishtig'ollar, ya'ni o'zining ma'lum to'p orasidagi-da, masalan 10 do'stning orasida 7 iPhone ishlatgan vaqtda bu 3 balada nima shakllandi degan vaqtda iPhone besim shakllandi. Ehtiyoj shakllandi. Ya'ni buning kallasida ibtidoiy men nima deydi bo'lsa, 7 do'stingda iPhone bor, senda nima ish yo'q. Sendimi bo'lish kerak degan kerakdan bir shakllandi. Unda esa bu uchinning ichida balkim buning iqtisodi yetmas mumkin. Ba'zi olanmas mumkin. Bular qanday qildi degan vaqtda dal mushlar besim ichida yashaydi. Besim shakllandi. Bu besim bevas iPhone'dan kelgan, bu degan iPhone'dan kelmagan. Balki buning psixik salohiyat chamberkining immun kuchining, qarshi turish, yoqtish kuchining mandashib etgan vaqtda ojiz bo'lganlikdan bu 7 odamda bor narsa qandaqdir buningdimi bir ehtiyoj besimini shakllantirib qo'ydi. Agar buning ichida ikkisi har xil amallarni qilib, nurg'un badallarni to'lab masalan, qarz olib maqata qilib oldi. Bu vaqt xushal bo'ldimi? Xushal bo'lmaydi. U faqat 7 odamning ishi kirvag'ini xushal. U faqat normal bo'lvag'ini xushal. Endi masala nada keldi? Bu bir odam. Bu balki uni oshkorlamoq mumkin, isbot qilmas mumkin. Biroq buning qalbida nima shakllanadi? Kuchli bir xil besim shakllanadi. Yoki bo'lmasa, bizmi shu onalarimizning orasida modulayotgan nur chapan voqeasini elib aytaylik. Mening opamning o'zining bir nur chapani bor. Men bir kun so'radim opamdan. Sen mush nur chapanni nima ish qilding? Deb so'rsam, opam, "Voy bu bek issiq" deb mundaq qildi. Aqlim muvofiqlashtirib tushundu deb buni. Aniki men ishkirlab so'rab oldim. "Rosti issiqmi?" desam kulib ketdi opam. Hamlet opam bu nur chapanni kiyishlik sababi hargiz issiq bo'lganlikdan emas. U issiq bo'lganlik mundashib aytgan nur chapanning qisman funksiyasi hisoblandi. Asos funksiyasi nimasi? Opam ba chamber, ya'ni opamni aloqa qiladigan ijtimoiy chamber kishilar,
do'stlari, xizmatdoshlari, qo'shnilarimizning ko'pinchisi nurk chapan bo'lganlik uchun opam tuyuqsiz nimani his qilgansa bir xil besim, ashuni elish ehtiyoj besim shakllangan. Albatta opamda oz to'liq iqtisod bo'lganlik uchun buni oldi ehtiyojini darhol ta'minladi. Ammo buningga nisbatan sharoit, iqtisod sharoit to'liq bo'lmaganligi qanday bo'ldi desa, elishga bo'lgan bir ehtiyoj paydo bo'ldi. Buni olamidi, bu vaqtda besim shakllandi. Demak, bizning bu yerda to'xtamay deb kelayotgan besim nereden kelyapti degan vaqtda dal uningda yoki ma'lum narsani rad qilish salohiyati bo'lmaganligi uchun, rad qilish qobiliyati bo'lmaganligi uchun u boshqalar ko'p sonlik odamlar erishgan narsani yoki ko'p sonlik odamlar ishlatgan narsani uningmi bir ishlatish ehtiyoji borda his qildi. Demak, bu yerda biz deyotgan besimning hammasi sirtqi sharoit muhit bilan munosabat qilmasdan, o'sha odamning o'zining men bu yerda aytgandek psixik salohiyat chamberkining ojiz bo'lganligidan besim his qilish shakllandi. Unda qo'z psixik salohiyat chamberki qandaq shakllandi, qandaq mavjud bo'ladi, buni qachon buzilib ketadi masalada. Buni biz nereden izlaymiz degan vaqtda, nurg'un vaqtda bola vaqtidan tortiblar odamda tabiiy psixik salohiyat chamberki asli mavjud bo'ladi. Yoki mavjud bo'lmagan taqdirda kichik vaqt yetildigul bo'ldi. Biroq buning ota-onalar ko'pincha xato yeteklash, ota-onalarning aralashib olishi yoki doim ota-ona bola uchun qaror chiqarib berganligi uchun bolada tabiiylar o'zining qarorini chiqara olmaslik yoki bo'lmasa tanlash huquqi bo'lmaslik yoki o'zining yaxshi ko'rgan narsani rad qilish, o'zining yaxshi ko'rgan narsani erishga bo'lgan ma'qul sharoitini asosan ota-onalar buzib yetadi. Masalan, bir bola bir necha mevaning ichida olmani masalan yaxshi ko'rmagan bo'lsa, apsi bu bolaga nima deyish mumkin desa, mush olmani ye. Chunki bu olmani inson sana foydali qiladi deyish mumkin. Yoki bo'lmasa hammadan bunday qilib, sen ham shunday qilmaysan deyish mumkin. Demak, kichik vaqtdan boshlablar ota-onalar bolalardagi bu xil rad qilish yoki bo'lmasa qabul qilish, tek bu xil xarakterni asosiyatdan nim qiladi, vayron qiladi. Shunga psixik salohiyat chamberkini yetildirishning eng yaxshi payti qachonsa bolalik davrida. Biz buni keyinchi shu taraqqiyot psixikasida bolalarda qanday qilib psixik salohiyat chamberkini yetildirimiz, qanday qilib qaror chiqarish iqtidorini yetildirimiz, buningda texmo jiq so'zlaymiz. Demak, bolalarda kichik vaqtidan boshlab hamma narsani ota-ona qaror qilib berganligi uchun ularda bir qaror qilish, hatto nimani yaxshi ko'rish, nimani tanlash huquqi shu vaqtdan boshlab mahrum bo'lib ketgachga, cho'ng bo'lgan vaqtimi uningda asosiyatdan aniq bo'lgan bir xil psixik salohiyat chamberki olmaydi. Psixik salohiyat chamberki deganimiz bunday aytgan bir qalqon hisoblanadi. Qalqon. O sirtqi yuz bergan ishlarga yoki bo'lmasa har xil o'z ehtiyojlik bo'lmagan ma'lum bir talablarga nisbatan qalqonlik rolini o'taydi. Masalan, agar sizning bu qalqiningiz qancha mustahkam bo'lsa, besim shuncha qaytib ketadi. Bunday aytgan vaqtda sizning nimani yaxshi ko'rdiğiniz va nimani yaxshi ko'rmaydiğiniz aniq bo'lgan vaqtda bu xil besimlar darhol qaytib ketadi. Masalan, bayatınki biz qalpoq masalasini olsak, agar uningda qalpoqni yaxshi ko'rmaydigandek bir aniq tanlash yoki aniq salohiyat bo'lsa, u mayli 9 odam yoki 9 ming odam, hatto 9 million odam uning atrofida qalpoq kiyib yurgan taqdirdimi, uningda qalpoq tarafidan besim aslanmaydi. Nima ish qiladi degan vaqtda u o'zining ishiga nisbatan men qalpoqni yaxshi ko'rmayman deyoladi. Yoki iPhone shu. Agar uningda aniq men bu xil telefonni yaxshi ko'rmayman deydigan bir xil salohiyat bo'lsa, u o'zini tunib yetalish shu degan vaqtda uning nisbatan ehtiyoj paydo bo'lmaydi. Uni ola olsin yoki olmasin, uni besim shakllanmaydi. Bu xil holatda odam qanday xarakter yetildirdi degan vaqtda bir xil individuallik xarakter yetildirdi. Individuallik, farqli, kishilarga o'xshamaydigan. Emniyet qandaq narsalar kishilarning diqqatini tortdi degan vaqtda dal farqliq bo'lgan, o'zi bir xil individuallik farq chiqib turgan odamlar boshqalarning diqqatini tortdi. Masalan, ingliz tilida charisma deydigan bir xil bor. Charisma degan nima esa bir xil jalb qilish kuchi deb qaraldi.
Bu xil jalb qilish kuchi dunyodagi masalan zungtonglayotgan yoki cho'ng muvaffaqiyat qozongan liderlar yoki olimlarda tabiiy yetilgan bir xil xarakter. Bu xil karizma xarakteri nereden şekillendi desa, dal individuallıktan şekillendi. Fakat odam o'zining ashundaq o'zi xos bo'lgan, uningda bir xil individual xarakter bo'lgan vaqtda, doimli boshqalar qilgan ishga ergashmaydigan, o'zining bir xil tanlash salohiyati bo'lgan vaqtda, bundaq odamlarda tizla taraqqiy qilish yoki nima deymiz, bo'shliqqa shakllangan bo'ldi. Masalan, ba'zi odamlar sen mening titan tumurimni tegding degan gapni bekchi qiladi. Unda olsa bu yerki titan tumurga tegish degan nima? Bu yerki titan tumur degan nada? O hargizmi odamning badandagi ma'lum bir tumur emas. Bu albatta bir o'qishchi hisoblanadi. Unda olsa titan tumur degan zot nada bo'ldi deganda, men bayatın degandek, bu psixik salohiyat chamberkidagi har xil yuchuqlar. Ishqilinishlar. Uning o'zining kimligiga nisbatan hech qanday bir aniq bo'lmagan tuyg'ular.